Assalomu alaykum. Toshkentda bo'layotgan noroziliklar tufayli o'zbek xaridorlarimiz orasida juda ham ko'p savollar Dubay bozori uchun ham ancha ko'paydi. Shulardan bir qanchasini bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Savollarning eng birinchisi, xaridor shartnomani xohlagan paytda bekor qilish huquqiga egami va agar bekor qilsa qanday oqibatlarga olib keladi? Juda ham to'g'ri savol va xohlagan payt kontraktni bekor qilishingiz mumkin, lekin Dubayda qonun qoidalar ikkala tarafni ham quruvchi, ham oluvchi tarafni ham juda ham haqli ravishda kontraktga asoslagan. Dubayda xohlagan payt kontraktingizni bekor qilishingiz mumkin, faqatgina kontrakt asosida yozilgan shartlar bilan. Ya'ni siz kontraktni bekor qilayotganingizda quruvchi kompaniya sizga 40% gacha sotilgan summani 40% gacha jarima yozish huquqiga ega. Sabab sizni hamma to'lagan pulingiz escrow accountiga, ya'ni ishonch o'rtadagi ishonch accountiga to'lanadi va quruvchi kompaniyaning hamma xarajatlari, oyliklar, ofis xarajatlari, brokerlarga beriladigan komissiyalar va boshqalar quruvchi kompaniyani cho'ntagidan ketishga majbur bo'ladi va shu sababli kompaniya sizga umumiy sotuv summasini 40% gacha jarima qilib berishga haqqi bo'ladi. Endi misol bilan ko'radigan bo'lsak, agar siz Dubaydan 1 million dirhamlik uy oladigan bo'lsangiz va 600 ming dirham, ya'ni 60% ni allaqachon to'lagan bo'lsangiz, bundan sizga faqatgina 200 ming dirhamgina keladi xolos. 400 ming dirhamini quruvchi kompaniya ushlab qolishga haqqi bo'ladi va bular sizni registratsiyaga to'lagan 4% dan tashqari. Endi ikkinchi tarafdan oladigan bo'lsak, ya'ni quruvchi kompaniya shartnomani bekor qilishi mumkinmi? Albatta mumkin. 90% holatlarda quruvchi kompaniya xaridor summani vaqtida to'lamaganda kontraktni bekor qilishga majbur bo'ladi 90% holatlarda. Endi bu qanday bo'ladi? Agar sizga to'lovni kechiktirish uchun nima qilishingiz mumkin? Ofitsialniy iltimos bilan faqatgina 1 oygina kechiktirishingiz mumkin. Agar siz 3 oydan to'lovni kechiktirsangiz, birinchi ogohlantirish, agar 6 oydan kechikib ketsa, ikkinchi ogohlantirish va sudga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi quruvchi kompaniya. Odatda 9 oyda sudga oshirib, ya'ni unitni cancellation, butunlik bekor qilib boshqa xaridorga sotishni amalga oshiradi 9 oy holatda. Bunday holatlarda qanday bo'ladi? 40% gacha to'lagan summangiz ushlab qolinib, bundan ortgani sizga qaytib beriladi. Agar siz atiga 10%, 20%, ya'ni 40% gacha bo'lgan summani to'lagan bo'lsangiz, sizga hamma to'lagan pullaringiz ushlab qolinib, afsuski sizga faqatgina bekor qilingan kontrakt kopiyasi jo'natiladi. Agar xaridor to'lovni kechiktirgan holatda, ya'ni o'z vaqtida to'lay olmagan holatda, quruvchi kompaniya to'lanishi kerak bo'lgan umumiy summadan oyiga 1% dan jarima qilishga haqqi bo'ladi. Bu degani nima degani? Aytaylik, sizda 50 ming dollar to'lashingiz kerak bo'lgan summa bo'lsa, uni 500 dollar, ya'ni 1% ni har bir kechikkan oy uchun to'lashga majbur bo'lasiz kunlik hisobda. 500 dollarni 30 kun mobaynida, ya'ni kuniga 17 dollardan to'lab olishga majbur bo'lasiz va ayni paytda agar siz to'lovlarni muddatidan oldin to'lamoqchi bo'lsangiz, ya'ni odatda 3 oydan oldin, ya'ni 1 kun oldin, 10 kun oldin, 15 kun oldin chiqarishdan hal qilmaydi. Agar siz 3 oydan oldin to'lab qo'yish imkoniyatiga ega bo'lsangiz, quruvchi kompaniyalar sizga to'layotgan summangizdan 1%, ya'ni chegirma qilib berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kontrakt bekor qilinsa, to'langan summa qancha muddatda qaytib beriladi? Dubayda yozib qo'yilgan mana buncha muddatda qaytib beriladi degan qonun qoida yo'q. Chunki sizni hamma to'lagan summangiz asosan escrow hisobida, ya'ni davlatning hisobida bo'ladi va ma'lum bir etap qurilish mobayniga yetib borgandan keyin quruvchi kompaniya bu pullarni o'z hisobiga escrowdan o'tkazib olish huquqiga ega bo'ladi. Pullar o'zini hisobiga o'tgandan keyingina sizga buni to'lab beradi. Bu protsess odatda 6 oydan 12 oygacha vaqt olishi mumkin, lekin ya'ni bu ham yozib qo'yilgan qonun qoida emas. Bunday holatlarda kontraktni bekor qilishdan ko'ra ikkilamchi bozorda qaytadan sotish ancha foydaliroq bo'ladi va faqat siz pulingizni qaytarib olasiz to'lig'icha, balki foyda bilan ham qaytarib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Odatda quruvchi kompaniyalar 30% yoki 40% umumiy summani to'laganingizda sizga qayta sotish imkoniyatini yoki ruxsatini beradi.
Shunda quruvchi kompaniyalar kechikish huquqiga egami? Quruvchi kompaniyalar 1 yilgacha kechikish huquqiga ega. Sabab har bir to'lov escrow hisobi orqali to'langanligi sababli bu Dubai Land Department tomonidan tekshirishlarga sabab bo'ladi. Bu degani nima degani? Ya'ni har quruvchi kompaniya 20% qurib yetkazganda, atigi 20% gina to'lovingizni qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. 40% qurganda 40% ni olishga huquqiga ega bo'ladi va bu tekshirishlar qurilish jarayoniga ta'sir qiladi va ba'zida kechikishlarni 1 yilgacha olib borishi mumkin bo'ladi. Shu sababdan Dubai Land Department quruvchi kompaniyalarga 1 yilgacha kompensatsiyasiz kechikish imkoniyatini beradi. Agar kechikish 1 yildan 12 oydan oshib ketadigan bo'lsa, xaridor o'z to'lagan summasini 5% dan 9% gacha kompensatsiya sifatida quruvchi kompaniyadan talab qilish huquqiga ega bo'ladi. Ya'ni quruvchi kompaniya buni to'g'ridan to'g'ri to'lov qilishni, kompensatsiya berishni boshlamaydi. Kompensatsiyalar faqat Dubai Land Department yoki Dubai sud orqali ariza bilan amalga oshiriladi. Agar quruvchi kompaniya bankrotga uchrasa yoki proyekt butunlay to'xtab qolsa, qanday oqibatlarga keladi degan savol bor ekan. Xo'p, agar quruvchi kompaniya bankrotga uchrasa, birinchi o'rinda Dubai Land Department auksion orqali boshqa quruvchini bu loyihani yakunlash uchun tayinlaydi. Hamma pullar escrowda, ya'ni ishonch hisobida bo'lganligi sababli yangi tayinlangan quruvchi kompaniya ayni sifatda va ayni narxlarda bu loyihani bitkazib beradi. 100 dan 1 holatida agar Dubai Land Department bu loyihani butunlay bitkazmaslikni qarorini olgan taqdirda har bir xaridor uchun to'langan summani 100% qaytarib beriladi. Dubai ko'chmas mulk sohasida har qanday savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda qoldiring. Keyingi videolarimizda tahlil qilib chiqamiz. Rahmat.